Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislari bor-ku, kimki kech kirganda, ya'ni shom namozidan keyin har kuni Voqea surasini o'qisa, Alloh taolo uni hargiz kambag'allardan qilmaydi. Bo'ldi, tamom, va'da shu. Har kuni kechqurun Voqeani o'qing, kambag'al bo'lmaysiz. Men qizlarimga shuni o'rgatganman dedilar. Men xotirjamman dedilar. Masala yo'q, u ham kerak emas, pul ham kerak emas, oltin ham kerak emas, hech narsa kerak emas dedilar. Men qizlarimga Voqeani o'rgatganman. Ya'ni men ularni ilmli qilganman dedilar. Ya'ni Voqea surasini o'qing deyapmiz, hammamiz eshityapmiz. Lekin buni mohiyatini tushunish uchun iymon kerak. Ya'ni halol va haromni odam bilish kerak. Har kuni kechqurun Voqea surasini o'qiydi odamlar, lekin qarzdor. Mohiyatni tushunmaydi-da. Bugun qarzdormiz. Bugun ishimiz yurishmayapti. Aytayapmiz, Voqea surasini o'qing. O'qidim bo'lmayapti. Birodar, bir o'qing siz.